bo'yin grijasini farqiga ham bormaydigan, miyelopatiya degan kasallikni umuman farqiga bormaydigan bitta ikkita qo'shtirnoq ichidagi kasbdoshlarimga aytmoqchiman. O'rtoqlar, Juda kuchli. tirishish juda kuchli. Mana bu yerda ko'ramiz. Bo'yinni oyoqqa aloqasi yo'q degan narsa bu o'ta saviyasi past, bilimsiz odam, bilimsiz vrach fikri bu. Xavfli mashqlar haqida 3 tasini ko'rsatdim. Sen doktor aytganga o'xshab 6 oy oldin yiqiluvdim. Sizlardan o'zlaringni quyoncha sifatida mana bunaqa og'ir holatlarga olib kelmanglar. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Saidov. Mana bo'yinda bo'ladigan yomon holatdagi grijalarni isboti sifatida men bemor, menga kelgan, lecheniyaga kelgan bemorimiz Rashtakadan so'radim. O'zlarining holatlarini bitta videoga olib chiqaylik dedim. Chunki har doim ham og'ir holatlarni biz videoga olib chiqa olmaymiz. Chunki bemorlarda ahvoli to'g'ri kelmaydi, yo bo'lmasa noroziligi bo'ladi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra biz olib chiqa olmaymiz. Mana bu yerda hozir sizlarga so'zimni isboti sifatida realni praktikada bo'lgan holatni ko'rsatmoqchiman. Men praktikada juda ko'p holatni ko'ramiz deyman. Mana bu mashqni qilmanglar deyman. Mana bu narsani qilish mumkin emas deyman. Chunki praktikada ishlab yurgan vrachni qabuliga kelgan kasallarni har xilini ko'rgandan keyin bunaqa fikrlar chiqadi. Mana bunaqa tavsiyalar chiqadi. Men bo'yin mashqlari haqida video rolik qilganman. Yuqorida ko'rishingiz mumkin. Bu video rolikda qanchalik xavfli mashqlar haqida 3 tasini biz ko'rsatganmiz. Xuddi shu so'zimni isboti sifatida hozir Rashtakaning holatini tushuntirib bermoqchi. Bu yerda nima bo'lyapti? Bemorda 6 oy oldin bu kishi o'zi mutaxassisligi svashik, bo'yinda egilib ishlash holati juda ham ko'p, ya'ni bo'yinni korreksiyasini buzilish holati juda ham ko'p. Uzoq vaqt muddatda o'shanaqa holatda ishlaydi. Maqsad nima? Bu holatni olib chiqishimizdan maqsad o'sha yuqorida bo'yin grijasini farqiga ham bormaydigan, miyelopatiya degan kasallikni umuman farqiga bormaydigan bitta ikkita qo'shtirnoq ichidagi kasbdoshlarimga aytmoqchiman. Bir inson bu yerda doktor, vrach odam aytayaptiki, bo'yningda oyoqqa aloqasi yo'q deyapti. Bo'yin grijasini aloqasi yo'q deyapti. Lekin bu bo'yin grijasi orqa miyaga ta'sir qilishi, miyelopatiya degan kasallikni olib kelishi va bu miyelopatiyani asosiy belgilaridan bittasi oyoqda jonsizlanishni boshlanishi. Bu bitta belgisi. Oyoqda kuchli yo'qolishi, bemorda yurishni qiyinlashishi, har xil tortishishlar bo'lishi. Kimdadir oyoqda ko'proq bo'ladi, kimdadir ikkala qo'lda bo'ladi. Bu narsani yana bir marta tushuntiraman. Bo'yin miya bilan tanani bog'lab turuvchi ko'prik bo'ladi. Buni orasidan o'tadigan struktura orqa miyadan tortib, buni nerv korishoklardan tortib, tomirlardan tortib, hammasida lyuboyda problema bo'lsa, bu 200% oyog'ingizga javob beradi. Bekor gap, mana bunaqa ahmoqona fikrlarni tasavvurlaringga ham sig'dirmanglar. Shu bo'yinni oyoqqa aloqasi yo'q degan narsa bu o'ta saviyasi past, bilimsiz odam, bilimsiz vrachning fikri bo'ladi. Nima uchun bunaqa emotsional jon kuydirib gapiryapti? Bemor 6 oy oldin velosipeddan yiqiladi va bu holatini, hozirgi holatini o'sha yiqilganda olgan travmasi bilan bog'laydi. Bo'yinda S5, S6da 5,5 millimetrlik grija turadi. Va bu grija shu darajada kompressiya orqa miyaga va qaysi qo'lingizga bergan edi boshda? Chap qo'lni ildizi deymiz, korishokka qarab lateralizatsiya, ya'ni oqqan holati bor. O'sha miyelopatiya, orqa miya kanalini qisilish holati bor. Orqa miyaga protses, ya'ni yallig'lanish o'sha grija urib chiqqan paytda orqa miyaga ta'sir qilgan, miyelopatiya boshlangan. O'sha miyelopatiya bilan birgalikda bu kishi 6 oy davomida davolandingizda har xil usullarda. Har xil usullarda davolangan. Endi davolanganda boyagi yuqoridagi rolikda men qilmanglar mana bu mashqni degan joyim bor. O'sha mashqlarni hammasini bu kishi qilgan. Bo'yinni aylantiruvchi mashqlar, bo'yinni tortuvchi o'sha petля glisson deymiz, o'shani qilgan. Undan tashqari oyoqlarni qanaqa? Oyoqlarni baland qilib, vellarda har xil mashqlar qilgan. Lekin yana bir marta sizlarga aytmoqchiman. Mana bunaqa holatda, mana bu diagnoz bo'lib turgan joyda, ya'ni sizda katta grija, undan tashqari qanaqadir travma oldingiz bo'yin bilan birgalikda. Undan tashqari grijangiz o'sha miyelopatiya berib turgan, ya'ni orqa miyani
yallig'lantirib yuborgan holatdagi kasalga mashq yaqa tursin, uni gipsda fiksatsiya qilganday mana bunaqa fiksator qo'yish kerak. Bo'yin umuman qimirlash kerak bo'lmaydi va miyelopatiyaga, grijaga qarshi lecheniyalarda ukol dorilar bilan taktikani tanlash kerak bo'ladi. Juda ham chiroyli taktika tanlash kerak bo'ladi. Bu sababi operatsiyagacha boradi. Shuning uchun mana bu bemorimizni misolida yana kimdadir mana shunaqa holatlar bo'lsa, iltimos sizlardan o'zlaringni quyoncha sifatida mana bunaqa og'ir holatlarga olib kelmanglar. Bor yo'g'i yoshimiz 1 yosh farq. Hozir bizni ishlab mehnat qiladigan vaqtimiz, bolalarni oyoqqa turg'izadigan vaqtimiz. Bilib bilmasdan turib, mana bunaqa holatga kelib turib, o'sha bu endi miyelopatiyani davolashimiz kerak. Grijani rezorsiyasigacha olib borishimiz kerak. Hozir bu yerda operatsiya ham hech narsani hal qilmaydi. Chunki operatsiya qilib biz urib chiqqan grijani oqqan qismini olib tashlaganimiz bilan yerda orqa miyada o'sha proses o'tgan. Uni davolashimiz uchun vaqt kerak. Operatsiya bu yerda показание emas. Shu uchun bez operatsiya variantida bemorni oyoqqa turg'izishga harakat qilamiz, tuzatamiz ham, tuzatgan holatimizni ham ko'rsatamiz. Bu birinchi etap lecheniya. Xudo xohlasa ko'rmaganday bo'lib ketadi. Bu kishi o'zi depressiyaga tushishni boshlagan, o'y-xayollar, men endi shunaqa invalid holatga tushib boryapman. O'zlarini gapi kundan kunga oyoqlarimda jon yo'qolyapti, kundan kunga qadam tashlashim qiyin bo'lyapti. O'rtoqlar, mana bu narsa bilan o'ynashmaydi. Shuning uchun ham kimda kim sizga bo'yningda grija bor, mana bunaqa lecheniya qilasan, har kimga ishonib ketmanglar. Bu juda ham katta xato bo'ladi. Rashid aka, siz mana men hozir juda ko'p gapiraverdim, prosta emotsiyada. O'zingizni holatingizni ozgina tushuntiring. Nima bo'ldi? Nimaga bunaqa holat keldi? Qachon siz bu holatga tushdingiz? Va qachonlarda sezdingiz shu oyog'ingizda mana shunaqa holatlar bo'lyapti? Boshida qo'lda og'riqlari qanday bo'ldi? Ozgina tushuncha bering, nimadan boshlangan? Assalomu alaykum hammaga. Men doktor aytganga o'xshab 6 oy oldin yiqildim. Yiqilganda birdan oyoq ishlamay qoldi, bir qo'l ishlamadi. Qancha vaqt ishlamay qoldi shu? 15-20 kun ishlamadi. O'zimiz doktorimiz davolay oyoqqa turg'izdi, xudoga shukr. Keyin yura bir o'sha payti ham grejang bor edi, operatsiya qilamiz dedim. Men qo'rqmadim, Samarqandga keldik. Siz operatsiyadan qo'rqdingiz, ha? Qo'rqdim. Qaytib ketdim, keyin yana shu Qashqadaryoning o'zida davolandim. Oxiri bo'lmadi, oyoq jonsiz bo'laverdi. Sizni YouTube'dan qidirib topib, hamma nimalarni o'qib, oxiri shu yerga kelishga majbur bo'ldim-da, shu yerga keldim endi. Xudoga bir tavakkal qilib. Keyin 2 kun bo'ldi, xudoga shukr. Nasib, Allohdan so'raymiz. Allohdan so'raymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkalamiz endi ham tengamiz, bir oyoqqa yurg'izib, bir tepib jo'natib. Chotki qilib, nasib bo'lsa, oyoqqa mana birinchi etap lecheniyani qilamiz. Undan keyin ikkinchi etap lecheniyani yana tekshirib ko'ramiz. Men sizga spesialni uyga vazifalarni beraman, o'sha narsalarni qilasiz. Rashid aka, shu hozirgi holatingizda bitta mana sizga o'xshagan bemorlar shunaqa holatga tushmasligi uchun bitta yurib ko'rsating, qanaqa holatda. O'rtoqlar, juda kuchli. Tirishish juda kuchli. Mana bu yoqqa qarab yuramiz. Ana shunaqa qadam tashlaysiz. Ha, tirishish kuchli. Bunisida kuchli, bunisida sal kamroq, baribir tirishish bo'ladi. Kelgan kuningiz ikkalasida ham juda kuchli tirishdi, to'g'rimi? Aha. Hozir ana shunaqa holat. Nimalar bo'ldi? Xudoga shukr, yaxshi holat. Yaxshi. Nasib, shifoni Alloh beradi, biz sababchimiz. O'shani shu o'rtoqlar, moshinachi bo'ladigan bemorlarimizda ham, ayol kishilarimizda ham shunaqa miyelopatiya bilan, grija miyelopatiyaga o'tib ketgan holatlari, miyelopatiya bilan birgalikda uchragan holatlari juda ko'p. Ya'ni bo'yinda hech qachon mana bunaqa mashinada yarim soatdan ziyod bunaqa turish kerak emas. Svarshik bo'lsangiz ham yarim soat mana shunaqa holatda turishingiz kerak emas. Ras siz yarim soat mana shunday holatda ishladingizmi? Albatta har yarim soatda turib gavdani to'g'rilab, bo'yinni spesialni qiladigan mashqlar bor. Oddiy cho'zib qo'yish mashqlari. Mayli, aylantirish mumkin emas. Agar bo'yningiz soppa-sog' bo'lsa, aylantirsangiz ham ishlama qilmaydi. Lekin oddiy mana shu cho'zish, ozgina turib joyingizdan shunday narsalaringizni qo'yib 10 minut harakat qilib, o'tirib turib, mana bunaqa holatda bo'yinni har xil направленияda ishlatib turing. Bu juda muhim. Bo'yinni korreksiyasi buzildimi, u yerda baribir muammo boshlanadi. Baribir. Shuning uchun hech qachon kasal bo'lmanglar. Hech qachon mana shunaqa nima deydi, rabochiy vaqtimizda, ya'ni endi mehnat qilib bolalarni oyoqqa turg'izadigan paytimizda invalidlik hech kimga nasib qilmasa, o'rtoqlar, bu invalidlikka olib boradigan holat. Shuning uchun yosh
qat'iy nazar, mechida bo'lishdan qat'iy nazar hech kim pasterga yotib qolmasin. Boyna yuqoridagi videolarda aytganman men, shunaqa holatlar bor, pasterda qolib ketadi bemor. Yoshidan qat'iy nazar, bo'yin bilan, bo'yinni grijasi bilan, bo'yinda bo'ladigan orqa miyaga ta'sir qilgan kasalliklar bilan o'ynashmaylar. Maqsad bitta narsa. Kimda kim mana shunaqa holatlardan qiynalayotgan bo'lsa, yoki kimda bo'yinda mana shunday muammo bor deb eshitsangiz, yaqiningizda, urug' aymog'ingizda, kimnidir ota-onasida, kimnidir aka-ukasida mana bu videoni bir-birlariga tashab qo'yinglar. O'sha narsani tarqatish kerak bo'ladi. Sababi bir kishini siz invalidni holatdan saqlab qolasiz. Tushunyapsizmi? Invalidni holatdan saqlab qolyapsiz. Shu uchun bu narsaga bee'tibor bo'lmaylik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Rashid aka, sizga sog'lik, salomatlik. Bu kishi o'g'ilchasi bilan kelganida o'g'ilchasiga chiroyli qilib tushuntirdim. Dadang hali hech nima ko'rmaganday bo'lib ketadi. Nasib bo'lsa, chopib yurgan holatlarini ham videoroliklar qilib sizlarga taqdim etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, sog' bo'ling. Katta rahmat.